Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Ayniqsa, hurmatli pensionerlarimiz uchun bu ma'lumot hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ko'pchiligingiz bilmagan, ammo sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar yoki imtiyozlar haqida so'z boradi. Hozir aytadiganlarimni diqqat bilan tinglang, chunki bu sizning cho'ntagingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan pul miqdorlari haqida. Shu sababli videoni oxirigacha ko'rishingizni, kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumot boshqalarga ham yetib borishiga yordam beradi. Muammo mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Azizlar, uzoq yillar davomida pensiya tizimi doimiy ravishda o'zgarib, takomillashib kelmoqda. Ilgari ko'plab to'lovlar, kompensatsiyalar va ijtimoiy yordamlar pensionerlarga yetib bormasdi yoki ularni olish uchun murakkab byurokratik jarayonlardan o'tishga to'g'ri kelardi. Ba'zida odamlar o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlar haqida umuman bilishmasdi ham. Axborot yetishmovchiligi, hujjatbozlikning ko'pligi, hatto mahalliy mutasaddilarning befarqligi tufayli ko'plab pensionerlar o'z qonuniy huquqlaridan foydalana olishmasdi. Misol uchun, bir martalik moddiy yordam puli tarqatilganda, ko'pincha bu xabarlar faqat tor doiradagi odamlargagina yetib borar yoki ariza berish muddati juda qisqa bo'lib, ko'pchilik ulgurmay qolardi. Ba'zan hatto qishloq joylarda yashovchi pensionerlar uchun shahar markaziga borib hujjat yig'ishning o'zi ham katta muammo edi. Bu esa ko'plab noroziliklarga va adolatsizlik hislariga sabab bo'lardi. Lekin hozirgi kunda vaziyat ancha o'zgardi. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Raqamlashtirish jarayonlari joriy etilmoqda, axborot almashinuvi yaxshilandi va eng muhimi, pensionerlarning manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan yangi qonun va qarorlar qabul qilinmoqda. Hukumat ijtimoiy adolat tamoyillariga tayangan holda hech bir pensioner e'tibordan chetda qolmasligi uchun doimiy choralar ko'rmoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat pensiya miqdorlarining oshirilishida, balki qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlarning ham shaffofroq, osonroq va adolatliroq tarzda taqdim etilishidan namoyon bo'lmoqda. Endi ko'plab ma'lumotlar ochiq-oydin e'lon qilinadi, ariza berish jarayonlari soddalashgan va hatto uydan chiqmagan holda ham ba'zi xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari yaratilgan. Demak, bugungi kunda har bir pensioner o'z huquqlarini bilishi va ulardan foydalanishi uchun sharoitlar ancha yaxshilangan. Asosiy qism 1. Detalli tushuntirishlar. Siz nimani bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Xo'sh, aynan qanday to'lovlar va imtiyozlar haqida gap ketyapti? Va nima uchun 1 maygacha degan muddatga e'tibor qaratishimiz kerak? Odatda bahor oylarida, xususan 9 may, xotira va qadrlash kunini nishonlash arafasida keksa avlod vakillariga, jumladan urush qatnashchilari, mehnat faxriylari va boshqa ayrim toifadagi pensionerlarga davlat tomonidan bir martalik moddiy yordamlar ajratilishi an'anaga aylangan. Shuningdek, yil boshidan pensiya va nafaqalarning inflyatsiya darajasiga mos ravishda indeksatsiyasi yoki yangi qonun hujjatlariga asosan qayta hisob-kitoblar ham shu davrda amalga oshirilishi mumkin. Mana shu to'lovlarni olish uchun ba'zi hollarda ma'lum bir muddatgacha hujjatlarni rasmiylashtirish yoki murojaat qilish talab etilishi mumkin. Aynan shuning uchun 1 may muddatiga e'tibor berish muhim. Kimga xavotirlanish kerak va kimga yo'q? Quyidagi toifadagi pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan to'lovlarni tekshirishlari shart. 1. Urush faxriylari va ularga tenglashtirilgan shaxslar. Odatda bu toifaga kiruvchi pensionerlarga har yili, xususan 9 may bayrami arafasida hukumat tomonidan sezilarli miqdorda bir martalik moddiy yordam pullari ajratiladi. Agar siz shunday toifaga kirib, hali bu pullarni olmagan bo'lsangiz yoki o'tgan yillarda olgan bo'lsangiz, bu yilgi taqdiringizdan xabardor bo'lmasangiz, darhol tegishli idoralarga murojaat qilishingiz kerak. Misol uchun, Toshkentda yashovchi 90 yoshli Omon ota, 2-jahon urushi qatnashchisi, har yili 9 may oldidan erta bahorda unga bir martalik pul o'tkazmasi keladi. O'tgan yili bu miqdor 12 million so'm atrofida edi. Agar bu yilgi to'lovlar miqdori yoki tartibi o'zgargan bo'lsa, Omon ota bu haqda ma'lumot olishi kerak. 2. Mehnat faxriylari va uzoq yillik stajga ega bo'lganlar, ba'zi hududlarda yoki ma'lum kasb egalari uchun, masalan,
40 yildan ortiq mehnat stajiga ega bo'lganlar uchun maxsus rag'batlantirish to'lovlari yoki qo'shimcha pensiya ustamasi belgilanishi mumkin. Bular avtomatik tarzda hisoblanmasligi ham mumkin. Shuning uchun bunga e'tibor qaratish lozim. Aytaylik, Samarqand viloyatidan 75 yoshli Zaynab ona 45 yil paxtachilik sohasida ishlagan. Uning qo'shimcha ustamalarga haqqi borligi haqidagi ma'lumotni eshitgan, ammo qanday olishni bilmaydi. U o'zining mehnat daftarchasi va pensiya guvohnomasi bilan pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga borib murojaat qilish kerak. Balki unga qo'shimcha pensiya ustamasi yoki bir martalik mukofot puli berilar. O'chi. Nogironligi bo'lgan pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan pensiya miqdorlari har yili qayta ko'rib chiqiladi va ba'zi hollarda ularga moddiy yordamlar yoki tibbiy xizmatlar uchun kompensatsiyalar ajratilishi mumkin. Masalan, bir guruh nogironligi bo'lgan, doimiy parvarishga muhtoj pensionerlarga qo'shimcha mablag'lar ajratilishi mumkin. Agar sizning nogironlik guruhingiz yaqinda o'zgargan bo'lsa yoki sizga parvarish uchun qo'shimcha mablag'lar kerak bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga yoki mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligining joylardagi bo'limlariga murojaat qilishingiz tavsiya etiladi. Andijondan 68 yoshli Nodira xola, 2 guruh nogironi, o'tgan yili unga dori-darmon xarajatlari uchun bir martalik yordam puli berilgan. Bu yil ham shunday yordam berilishi mumkinligini eshitgan, ammo aniq emas. U o'z mahallasi faollaridan yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limidan aniq ma'lumot olishi lozim. 4. Kam ta'minlangan pensionerlar. Davlat kam ta'minlangan oilalarni, jumladan kam ta'minlangan pensionerlarni har doim qo'llab-quvvatlaydi. Agar sizning pensiya miqdoringiz eng kam iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa yoki oilangizdagi har bir a'zoga to'g'ri keladigan daromad belgilangan me'yordan past bo'lsa, sizga moddiy yordam yoki boshqa imtiyozlar berilishi mumkin. Bunday yordamlar odatda mahallalar orqali aniqlanadi va beriladi. Misol uchun, Navoiy viloyatida yashovchi 72 yoshli Murod bobo pensiyasi faqat o'ziga yetadi, farzandlari yordam bera olmaydi. Uning oilasi daromadi juda past. U mahalladagi saxovat va ko'mak jamg'armasiga murojaat qilib, bir martalik moddiy yordam olishi mumkin. 5. Pensiyaning inflyatsiya asosida qayta hisob-kitob qilinishi. Har yili inflyatsiya darajasi hisobga olinib, pensiyalar miqdori oshiriladi. Bu jarayon odatda yil davomida bir necha bor amalga oshirilishi mumkin, ammo ba'zi hollarda yil boshida yoki bahor oylarida amalga oshirilgan umumiy qayta hisob-kitoblar ham yuz beradi. Agar siz pensiyangizni yaqinda oshirilmagan deb hisoblasangiz, uning to'g'ri hisoblanganligiga ishonch hosil qilish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniqlik kiritishingiz mumkin. Ba'zida texnik xatolar tufayli ham hisob-kitoblar noto'g'ri bo'lishi mumkin. Masalan, Qo'qonda yashovchi 65 yoshli Ra'no opa o'z pensiyasining miqdori o'zgarmayotganidan hayron. U pensiya jamg'armasiga telefon qilib, o'z pensiyasining inflyatsiya bo'yicha indeksatsiyasi qachon amalga oshirilganini va hozirgi pensiya miqdori nega o'zgarmaganini so'rash kerak. Kim xavotirlanmasligi kerak? Agar siz doimiy ravishda barcha pensiya to'lovlarini o'z vaqtida, to'liq hajmda olib kelayotgan bo'lsangiz, sizga tegishli bo'lgan barcha imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda hisoblab berilayotgan bo'lsa, unda sizga maxsus harakat qilish talab etilmasligi mumkin. Odatda umumiy pensiya indeksatsiyasi yoki bir martalik hamma uchun mo'ljallangan to'lovlar bank kartasiga yoki pochtaga avtomatik ravishda o'tkaziladi. Ammo yuqorida sanab o'tilgan toifaga kirsangiz, har ehtimolga qarshi o'zingizga tegishli ma'lumotlarni tekshirish ortiqchalik qilmaydi. Unutmang, o'z huquqlarini bilgan odamgina ulardan to'liq foydalana oladi. Asosiy qism 2. Qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday qoidaning o'z istisnolari va o'ziga xos jihatlari bo'ladi. Pensiya to'lovlari tizimida ham shunday noaniq nuanslar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni yo'qotishlardan asraydi. 1. Ro'yxatdan o'tish joyi va yashash joyi o'rtasidagi tafovut. Ba'zi to'lovlar pensionerning doimiy ro'yxatdan o'tgan joyi bo'yicha, boshqalari esa haqiqiy yashash joyi bo'yicha amalga oshirilishi mumkin. Misol uchun, Farg'onadan Toshkentga farzandlarining qaramogiga qochib kelgan 70 yoshli Gayrat bobo, doimiy propiskasi Farg'onada bo'lganligi sababli Toshkentda mahalladan beriladigan bir martalik yordam pulini ololmasligi mumkin. Bu holatda u o'z propiskasini Toshkentga o'zgartirishi yoki Farg'onadagi mahallasi bilan bog'lanishi kerak bo'ladi.
Har doim to'lovning qaysi tartibda amalga oshirilishini aniqlashtirish muhim. Chet elda yashaydigan pensionerlar. Agar siz chet elda yashasangiz, lekin O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz va O'zbekistonda pensiya olsangiz, ba'zi bir martalik to'lovlar yoki ijtimoiy yordamlar sizga yetib bormasligi mumkin. Odatda bunday to'lovlar O'zbekiston hududida yashovchi shaxslarga mo'ljallangan bo'ladi. Agar sizda shunday holat bo'lsa, Tashqi ishlar vazirligi yoki O'zbekistonning chet eldagi elchixonalari orqali aniqlik kiritishingiz lozim. Misol uchun, Rossiyada yashayotgan o'zbekistonlik pensioner ba'zi moddiy yordam pulini olish uchun O'zbekistonga kelishi yoki ishonchnoma asosida kimdir orqali olishi kerak bo'lishi mumkin. Qarzdorlikning mavjudligi. Ba'zi hollarda, agar pensionerning kommunal xizmatlar uchun yoki boshqa davlat idoralariga katta qarzdorligi bo'lsa, olinadigan qo'shimcha to'lovlardan bir qismi shu qarzdorlikni qoplash uchun yo'naltirilishi mumkin. Bu har doim ham sodir bo'lmaydi, lekin bunday holatlar uchraydi. Misol uchun, elektr energiyasi uchun katta qarzi bor pensionerning bir martalik yordam puli kelganida, bank avtomatik ravishda qarzdorlikni ushlab qolishi mumkin. Shuning uchun, qarzdorlik masalasini doimo nazorat qilib borish tavsiya etiladi. Muddatlar va ariza berish tartibi. Yuqorida aytib o'tganimdek, 1 maygacha degan muddat shartli, lekin juda muhim. Ba'zi to'lovlar uchun ariza berish muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Agar siz belgilangan muddat ichida murojaat qilmasangiz, o'zingizga tegishli pulni ololmay qolishingiz mumkin. Bu ayniqsa ma'lum bir hujjatlarni yig'ishni talab qiladigan to'lovlar uchun xosdir. Masalan, yangi turdagi nafaqa uchun arizani faqat ma'lum bir davr oraligida qabul qilishlari mumkin. Bu kabi tuzoqqa tushmaslik uchun Pensiya jamg'armasi va mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligining rasmiy e'lonlarini doimiy kuzatib borish kerak. 5. Texnik xatolar va inson omili. Pensiya tizimida ham texnik xatolar yoki xodimlar tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar yuz berishi mumkin. Misol uchun, sizga to'lanishi kerak bo'lgan summa noto'g'ri hisoblangan bo'lishi yoki sizga pul o'tkazmasi umuman yetib kelmagan bo'lishi mumkin. Agar siz shunday holatga duch kelsangiz, darhol murojaat qilishingiz va vaziyatni tushuntirishingiz kerak. Hech qachon indamay qolavermang. Toshkentda yashovchi 78 yoshli Xolida buvi bank kartasiga tushishi kerak bo'lgan pul tushmaganidan shikoyat qilganida, ma'lum bo'lishicha, pensiya jamg'armasi xodimi uning kartasi raqamini noto'g'ri kiritib yuborgan. Oz vaqtida murojaat qilgani uchun bu xato tuzatildi va puli uning hisobiga tushdi. 6. Axborot manbalarining turlari. Hozirgi kunda ma'lumot olish uchun juda ko'p manbalar mavjud. Ba'zan bu chalg'itishi ham mumkin. Rasmiy manbalarga, ya'ni Pensiya jamg'armasining rasmiy sayti, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligi sayti, hokimliklarning ijtimoiy himoya bo'limlari, yagona darcha, markazlari va ishonch telefonlariga tayanishingiz kerak. Ijtimoiy tarmoqlardagi yoki norasmiy guruhlardagi ma'lumotlarga to'liq ishonmaslik tavsiya etiladi. Bu noaniq jihatlarni bilish sizga o'z huquqlaringizni himoya qilishda va kerakli to'lovlarni o'z vaqtida olishda yordam beradi. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Aniq harakatlar rejasi. Siz o'zingizga tegishli bo'lgan pulni olishingiz uchun nima qilishingiz kerak? 1. Ma'lumotni aniqlang. Avvalo, sizga qanday to'lovlar tegishli ekanligini aniqlash zarur. Buning uchun siz bir nechta yo'nalishda harakat qilishingiz mumkin. Mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Mahalladagi mas'ul xodimlar, ayniqsa ijtimoiy masalalar bo'yicha xodimlar yoki hokim yordamchisi, sizning hududingizda pensionerlarga ajratilgan maxsus to'lovlar yoki yordamlar haqida ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. Ular sizning oilaviy ahvolingiz va ehtiyojlaringizni baholay oladilar. Ulardan sizning toifangiz uchun qanday yordam turlari mavjudligini va ularni olish tartibini so'rang. Masalan, Saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali beriladigan yordamlar aynan mahalla orqali amalga oshiriladi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Sizning hududingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga shaxsan borishingiz yoki ularning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasi sizning pensiya hisob-kitoblaringiz, barcha turdagi ustamalar va davlat tomonidan beriladigan bir martalik to'lovlar haqida eng to'liq ma'lumotga ega. Ularga shaxsiy guvohnomangizni, pensiya guvohnomangizni tayyorlab boring.
Agar ozingiz bora olmasangiz, farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz ishonchnoma bilan borishi mumkin. Ular sizning pensiyangizni qayta hisob-kitob qilish, inflyatsiya indeksatsiyasi va boshqa tegishli to'lovlar haqida ma'lumot bera oladilar. Ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Prezidentimizning tashabbusi bilan tashkil etilgan ijtimoiy himoya agentligi turli toifadagi aholiga ijtimoiy yordam ko'rsatish bo'yicha keng vakolatlarga ega. Ayniqsa, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar yoki og'ir ijtimoiy ahvolga tushgan pensionerlar uchun bu idora juda muhim. Ular qaysi turdagi yordamlarga haqqingiz borligini va ularni olish uchun qanday hujjatlar kerakligini tushuntirib berishadi. Kerakli hujjatlarni to'plang. Murojaat qilayotganda sizdan bir qator hujjatlar talab qilinishi mumkin. Ularni oldindan tayyorlab qo'yish jarayonni tezlashtiradi. Odatda talab qilinadigan hujjatlar: pasport yoki it karta, shaxsiy guvohnoma. Pensiya guvohnomasi, pensiya olinganligini tasdiqlovchi asosiy hujjat. Mehnat daftarchasi, agar pensiya qayta hisob-kitob qilinayotgan bo'lsa yoki stajga oid savollar bo'lsa, bu hujjat kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma, agar siz nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz. Bank kartasi raqami yoki pochta manzili, to'lovlarni olish uchun. Oilaning tarkibi haqidagi ma'lumotnoma, agar moddiy yordam kam ta'minlanganlik asosida berilayotgan bo'lsa, mahalla tomonidan beriladigan bu ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Ba'zi hollarda tibbiy ma'lumotnomalar, agar kasallik yoki parvarish uchun qo'shimcha yordam so'ralayotgan bo'lsa. Hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalarini tayyorlab boring. Ba'zan faqat nusxalar talab qilinishi mumkin, ammo asl nusxalarni ko'rsatish ham kerak bo'ladi. Murojaat qiling. Shaxsan yuqorida aytib o'tilgan idoralarga tashrif buyuring. U yerda mutaxassislar sizni qabul qilib, vaziyatingizni o'rganadilar va ariza to'ldirishga yordam beradilar. Onlayn. Agar siz internetdan foydalana olsangiz, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz orqali ba'zi turdagi murojaatlarni yuborishingiz mumkin. Bu portal orqali pensiyaga oid ma'lumotlarni tekshirish, ayrim nafaqalarga ariza berish imkoniyatlari mavjud. Agar sizga buni qiyin deb topsangiz, farzandlaringiz yoki nabiralaringizdan yordam so'rashingiz mumkin. Ishonch telefoni orqali har bir tashkilotning o'z ishonch telefonlari mavjud. Bu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, sizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni masofadan turib olishingiz mumkin. Ba'zi tashkilotlar hatto shaxsiy ma'lumotlaringizni aytganingizda sizga qaysi to'lovlar tegishli ekanligini aytishlari mumkin. Murojaat xati yozish, agar kerak bo'lsa, ba'zi hollarda, ayniqsa tushunmovchiliklar yoki muammolar yuzaga kelganida, rasmiy murojaat xati yozish talab qilinishi mumkin. Bunday xatda quyidagilar aks etishi kerak. Kimga yozilgani muassasa nomi, mansabdor shaxs. Kimdan yozilgani sizning ish. Yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya guvohnomangiz raqami. Murojaatning mohiyati, qaysi turdagi to'lovni kutayotganingiz, nima uchun murojaat qilayotganingiz, muammoning aniq bayoni. Ilovalar agar mavjud bo'lsa, hujjat nusxalari. Sana va imzo. Xatni 2 nusxada tayyorlab, bir nusxasini qabul qiluvchi tashkilotning kiritilganlik belgisi bilan o'zingizda saqlab qolishni unutmang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda sizga yordam beradi. 5. Javobni kutish va nazorat qilish. Murojaatingizdan so'ng belgilangan muddat ichida javob olishingiz kerak. Agar javob kechiksa yoki sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki ombudsman, inson huquqlari bo'yicha vakilga murojaat qilish huquqiga egasiz. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilishda faol bo'lish juda muhim. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz yurtdoshlar, hurmatli pensionerlarimiz. Yuqorida aytib o'tilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Unutmang, davlatimiz har bir fuqaroni, ayniqsa keksa avlod vakillarini ijtimoiy himoya qilishga intiladi. Sizga tegishli bo'lgan har qanday pul, imtiyoz yoki yordamni olish sizning qonuniy haqqingizdir. Har doim o'zingizga tegishli bo'lgan to'lovlar haqida ma'lumotlarni tekshirib boring. Tegishli idoralarga murojaat qilishdan tortinmang. Bir maygacha degan muddatga e'tibor qaratib, harakat qilsangiz, siz o'zingizga tegishli bo'lgan mablag'ni o'z vaqtida olishingiz mumkin.
Bu videoni ko'proq odamlar ko'rishi uchun uni yaqinlaringizga, do'stlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Ayniqsa telefon yoki internetdan foydalana olmaydigan keksalarga bu ma'lumotni yetkazishda yordam bering. Ularning ham o'z huquqlaridan xabardor bo'lishi juda muhim. Ushbu mavzu bo'yicha sizning fikrlaringiz, savollaringiz yoki tajribalaringiz bormi? Iltimos izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda kelajakda bunday muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.